Nimaga oitisni davosi yo'q? Hammamiz hayotimiz davomida turli xil infeksion kasalliklarga chalinamiz. Ko'pincha bu infeksion kasalliklardan tuzalish uchun immun sistemamizning kuchi yetarli bo'ladi. Mabodo immun sistemamizning kuchi yetmasa, shifokorga boramiz, to'g'ri diagnozni qo'yadi, kerakli dorilarni yozib beradi, shularni qabul qilganimizdan keyin baribir tuzalamiz. Lekin mana shu oitisga kelganda tibbiyot ojizlik qiladi. Ko'p eshitgansizlar, oitisda oxiri o'lim, oitisda davosi yo'q, oitisga chalingan odamlar baribir qachondir o'ladi degan gaplarni eshitgansizlar. Nimaga ekin? Bunda ham mexanizm bormi? Albatta bor. Sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Ungacha kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Xo'p, oitis o'zi nima? Oitis bu orttirilgan immun tanqisligi sindromi hisoblanadi. Ya'ni nomidan bildilaring, biz u kasallikni orttirar ekanmiz va immunitetimiz tanqis holatga kelar ekan. Nimadan orttiramiz? Buni sababchisi HIV degan virus hisoblanadi. Human Immunodeficiency Virus. Bu virusni kasal odamning qonidan kontakt orqali yoki bo'lmasam kasal odam bilan jinsiy aloqa orqali yuqadi. Yuqqandan keyin bu virus hujayramizni ichiga kiradi. O'zini glikoprotein 120, 41 degan oqsillar bor. Ana shu oqsillar orqali kiradi. O'tkir infeksiya vaqtida makrofaglarda, keyinchalik T helper hujayralarida, CD4+ hujayralarida zararlab turib, ularning ichiga kirgandan keyin o'zini RNKsidan reverse transkriptaza degan ferment orqali DNK hosil qiladi. Mana shu hosil qilgan DNKsini bizning DNKmizga kiritgandan keyin latent holatda uzoq vaqt turishi mumkin. Agar sharoit yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mana shu DNKdan mRNK sintezlab turib kerakli oqsillarini o'zini bizning DNKmizda turgan vaqtda o'zini DNKsini ko'paytirib, o'zini DNKsini ko'pgina qilib olishi mumkin va oqsillari bilan hosil qilgan DNKsini birlashtirib, kapsidga o'ralib, bemalol virus hujayradan chiqib ketaveradi. Shunaqa. Tushundiga? Demak, HIV virus RNKli virus ekan, hujayraning ichiga kirib, tez ko'payib chiqib ketaveradi. Qaysi hujayralar ichida ko'payar ekan? T helper 2 hujayralar ichida ko'payar ekan. Shu hujayraning ichiga kirib ko'payib chiqib ketayotgan vaqtda mana shu hujayrani o'ldirib chiqib ketadi. Endi bu virusga xos bo'lgan umumiy xususiyat. Ko'p viruslar shunaqa, lekin ularda davosi bor. Nimaga buni davosi yo'q? Sababini tushuntiraman. Asosiy birinchi sababi reverse transkriptaza fermenti bor edi-ku, RNKdan DNK hosil qiladigan ferment. Ana shu ferment ishlagan vaqtda juda ham ko'p mutatsiyalar sodir bo'ladi. Bu mutatsiyalarda to'g'rilash, ya'ni proofreading jarayoni bo'lmaydi. Natijada hujayramizning ichiga kirgan virus RNKsidan DNK hosil qilgan vaqtda boshqacha DNK paydo bo'lib qoladi. Bu boshqacha DNK bizning DNKmizga kirib o'tiradi va undan mRNK hosil bo'lganda boshqacha mRNK hosil bo'ladi. Bu mRNKdan oqsillar sintezlanganda umuman boshqacha oqsillar hosil bo'ladi. Ya'ni kirgan virus boshqa, sintezlangan oqsillardan hosil bo'lib chiqib ketayotgan virus boshqa bo'ladi. Qonda yurgan vaqtda immun sistemamiz uni taniydi, unga qarshi immunoglobulinlar hosil qilishni boshlaydi. Sitotoksik hujayralarda, natural killer hujayralarda aynan mana shu kirgan virusga qarshi tayyor shay holatga keltirib qo'yadi. Virus hujayraning ichiga kirib turib, bir marta chiqqandan keyin umuman boshqacha virus chiqadi. Immun sistemamiz dovdirab, uni tanimaydi. Natijada virus yana boshqa hujayralarning ichiga kirib ketadi va ularning ichida ham yana boshqacha holatda chiqaveradi. Tushundiga? Lekin bu xususiyat gepatit C virusda ham bor. Lekin uni ham davosi bor. Bitta bu xususiyatni o'zi HIVning davosi yo'qligi uchun yetarli bo'lmaydi. Yana bitta xususiyati bor. Qaysi xususiyat desak, ikkinchi asosiy xususiyat bizning DNKmizga kirgandan keyin qulay sharoit kutib, uzoq vaqt latent holatda yashashi mumkin. Bu degani nima degani? Bizning DNKmizga kirib o'tiradi va payt poylaydi. Biz dorilarni palaparchi qo'llab qo'ysak, immun sistemamizdagi ozgina kuchayish, shu dorilarni ichmagan vaqtimiz ana shularni kutib yotadi-da, o'ziga qulay sharoit chiqqan vaqtda birpasda DNKsini ko'paytirib, oqsillarni sintezlab chiqib ketaveradi. Shunaqa. Tushundiga? U DNKmizni bitta qismiga aylanib olganligi uchun uni davosi yo'q. Bizda hozirda dorilar o'ylab topilmaganda, hujayramizning ichiga kirib turib, DNKmizda patogen virusni genomini topib turib, uni qirqib, qolgan joyda ulab qo'yib, hech qanaqa mutatsiya chaqirmaydigan dori o'ylab topilmagan. Oitisga qarshi dorilar bor. U dorilar nima qiladi? Kirishini ingiberlaydi, reverse transkriptaza fermentini faoliyatini bloklantiradi. Oqsillar hosil bo'lsa, uni funksional oqsillarga aylantirishni bloklaydigan proteaza ingibitorlari bor. Shunaqa hayot bosqichini turli xil fazalariga ta'sir ko'rsatadigan dorilarimiz bor, lekin aynan DNKda turgan vaqtda ta'sir ko'rsatadigan dori yo'q. Biz shu dorilarni kombinirlangan holatda qo'llaganimizda virusga maksimal darajada noqulay sharoit yaratamiz. Shu paytda virus jim latent holatda o'zini paytini kutib yotadi
va biz dorilarni palapartish qo'llagan vaqtimizda, ozgina e'tiborsizlik qilgan vaqtimizda yoki boshqa nimadir sabablar tufayli virusga qulay sharoit bo'lib qolgan paytda bu virus DNKdan darrov o'zini hosil qilib tashlaydida hujayradan chiqib ketadi. Albatta hujayradan chiqqan vaqtda biz immun sistemamiz yana tanimaydi. Chunki mutatsiyalanib boshqacha virus chiqdi. Yana bu mana shu ikkita faktorda birgalashgan holatida buni davosi yo'q bo'lib qoladi endi. Qo'shimcha yana kichkina sababchalar bor. Virus agar qulay sharoit bo'lganda o'ta tez bo'linib ko'payadi. Kuniga 1 million marta ham, bir necha million marta ham ko'payishi mumkin bo'ladi. Shunaqa. Yana bitta qo'shimcha sababi bor. Ular hujayraning ichida ko'payayotgan vaqtda MHC molekulalarini kamroq ekspressiya qildirib qo'yadi. Umuman ekspressiya qildirmaganda edi natural killer hujayralar o'ldirib tashardi. Normada ekspressiya bo'lganda edi sitotoksik hujayralar o'ldirib tashardi. Sal normadan kamroq ekspressiya qilsa, natural killer hujayralar ham, sitotoksik hujayralar ham o'ldira olmaydigan holatda bo'lib qoladi. U ham qisman ozgina yordam beradi. Mana shu 4 ta sabab birlashgan holatda OITSni juda ham kuchli virusga aylantiradi. HIV virusni juda ham kuchli virusga aylantiradi va buni afsuski davosi yo'q. Eng asosiy davosi yo'qligiga sabab narsa nima ekan? DNKda turgan vaqtda uni o'ldira olmas ekanmiz. Shunaqa ekan. Menga HIV yuqdi degani men OITS bo'ldim degani emas. OITS bo'lish uchun o'zining kriteriyasi bor. Immun sistemasi ma'lum bir darajada pasaygan bo'lishi kerak. Ya'ni 1 ml qonda SAD-turlar soni kamayib, oxiri 200 ta bo'lishi kerak. 200 tadan kamaysa, menga OITS diagnozi qo'yiladi. Mabodo menga HIV yuqqan bo'lsa. Agar SADlar sanalmagan bo'lsa, 200 tadan kamayganda yuqadigan patogenlar kasallik keltirib chiqarsa, uni opportunistik infeksiyalar deydi. Misol uchun herpes 8-turi tufayli kelib chiqadigan kaposhi sarkomasi yuzaga kelib qolsa. Chunki uncha odamda bu kasallik bo'lmaydi, faqat SAD-turlar soni 200 tadan kamayganda bo'ladi. Pneumocystis jirovisi degan organizm bor. Ana shu pnevmoniyaga sabab bo'lsa yoki bo'lmasam OITS tufayli kelib chiqadigan ensefalopatiya bor. Ana shu holat kuzatilinsa, OITS diagnozini bemalol qo'ysa bo'laveradi. Tushundik-a? Qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, bemalol meni lichkamga yozib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Kanalga a'zo bo'lib, mana shu infeksiyaga qiziqib yuradigan do'stlaringga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, charchamanglar.